Assalomu alaykum barcha ukalarimizga. Mana hozir bitta ukamiz O'zbekistondan keldi. Shundan hozir so'raymiz aeroportga nima gap, nima so'z. Hozir mana internetga har xil gaplar chiqqan, har xil videolar chiqibdi. Ko'pdan ko'p kishi ishonmayapti, bir xil ishonyapti. Shuning uchun hozir ukamizdan so'raymiz. Assalomu alaykum ukam. Yaxshimisan? Mana hozir O'zbekistondan kelding, ha? Aeroportga nima gap, nima so'z bo'ldi? Telefonlarni tekshiradi. Shu haqiqatda rostmi yo yo'qmi? Shuning uchun bitta mana podpischilarga, musofirdaga ukalarimizga bir ma'lumot berib o'tib ketsang. Aeroportda shu birinchi marta kelishim edi mana. Bu yoqqa musofirchilikka birinchi marta uydan chiqdim, chet elga. Bordim, to'xtadim, turdim, meni qaytardi. Bitta xonachaga kirgizdi. Obshi hammadan sanoqli odamlar olyapti, ichkariga olib kiryapti, nimaga kelding, nima uchun kelding dedi. Shu Gostov aylanishga, sayohat qilishga dedik. Iloji boricha dokument qiling dedi bizga birinchi navbatda. Keyin telefonlarni tekshirdi shu. Telefonlarini tekshirdimi? Ichiga nimalar bo'lish kerak, bo'lmaslik kerak, shularni ham aytdimi? Aeroportda samolyotda rasmga oluvdik, ularni o'chirtirdi. O'chirtirdi. Do'stlar, barcha musofir aka-ukalar kelayotganlar Rossiyaga. Hozir ko'ryapsizlar, Moskvadan juda ko'p odamlar qayryapti. Mana Krasnoyarskdan ukamiz O'zbekistonga yaqinga keldi. Bularni telefonini tekshirgan. Shtobi mana musulmoncha yo har xil videolar bo'lmasin ekan. Aeroportga shular qattiq turgan ekan. Bu videoni maksimal musofir aka-ukalarimizga delitsa qilasizlar, like, podpiska bilan podeshka qilasizlar. Shunaqa ma'lumotlarni biz sizlarga qo'yaveramiz.